Ana soat 1. Zakazlarni ham tugatib oldim. Bugun slotda va svobodniy slotda ishladik. Hop. Shu Yandex zo'r tomonlaridan bittasi shu svobodniy slot. Xohlagan payt ishlash, ishlagancha ishlash, kuchingiz yetgancha. Ammo kirib ketaverasiz. Minus tomoni endi har hafta chorshanba pul tashlab beradi kartangizga. O'sha akkauntingizga biriktirilgan kartangizga har hafta chorshanba, to'g'ri o'tgan haftani, bu haftani kelgusi hafta shunaqa qilib ketaveradi. Yana minus tomoni svobodniy slotda ham maza qilib xohlagancha ishlaymiz. Nimani hisobiga? Nimagaki 5 martami, 6 marta отказ qilsangiz, zakaz olmasangiz, hozir to'xtab olamiz. 5 martami, 6 marta отказ qilsangiz, avtopriyom zakaz degan narsasi bor. Ana shu narsasi yonib qoladi. Uni o'chirib bo'lmaydi. Faqatgina oxirgi zakazda yetkazishdan oldin kalendarga bosib turib, bugungi kunda tugatishni bosib qo'yasiz. Keyin zakaz tushishi to'xtaydi. Bo'lmasa pik paytda tindirmaydi. Menda shunaqa bo'ldi. Soat 5 da chiqqan bo'lsam, hayron bo'ldim. Tunmadim. To'xtamayapti. Bitta qarasam avtopriyom zakaz yoniq. Естественно, tindirmayapti. Keyin oxiri kulishib aytdim. Qarashim, men hojatga o'tib olishim kerak. Slotni yopishim kerak. Nima qilsam bo'ladi? Paddashga o'rgatdi, tushuntirdi, qanaqa qilishdi. Nomongacha tindirmadi. Hozir soliq biriktirib qo'yilgan. Har bir kuryerga kunlik soliq oladi. Har xil, shunga qarab. Nechidir foizi? 1mi shunaqa edi adashmasam.